Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, akalar, ukalar. Rossiyadan, Qozon shahridan mol yuklayapti. Ha? Bu yog'iga bemalol qirishda sigadi deyapti. Ha? Mana 260 kilodan 350 kilogacha bo'lgan buqalar. Endi bunda kichkina kattalar bor, aralash. Hozir sizlarga men yuklash jarayonini ko'rsatyapman. Ko'rib turganingizda ostiga 30 sm kalonlikda qaydadir hashay deydi, qaydadir pichan deydi. Pichan yuklaganmiz. Ikkita tubda. Ana. Oy. Şaşırışarda. Bana большой. Hammasini belgilab chiq. Bu mollarni hozir bu yerdan yuklab, keyin plashatkaga olib boramiz. Plashatkada turadi bular. Plashatkada 2-3 kun turgandan keyin darish ketadi. O'zbekiston forasiga yuklanib. Keyingi mashina kelyapti. Minut. Biz bloger emasmiz. Shunchaki yoritib boryapmiz qilayotgan ishimizni. O'zimiz uchun olib ketyapmiz. Andijonga. Andijon viloyat Izboskan tumani Yuqori Cho'lma qishlog'iga olib boriladi bu mollar. Keyingi mashinamiz kelyapti. Yerda ham go'zallar. Keyingi partiya keldi mana. Vat jo'nida. Allah. Oh, go'zalligini qarang, buni go'zalligini. Hammasi simental. Orasida aralashgani bor, limuzin bor. Shuni qarang bular. O'nonga ham. Ha.
Mana oqqa ham tegmabdi shekilli kirasiga. Unga emas, berginisiga uni oldidanga. Kerash bo'zadi yana men kirgan. O, молодец. Mana unda ham yo'q. Mana oq turibdi-yu. Uni yanida sarada ham yo'q. Bergi o chekada turganda. Bor ekan, bo'ldi, uzr. Birinchi mashina ketdi yana. Общий 60 dona. Dokumenti 1,5 million rubl ekan. Dokument chiqarib berishi. Bu fura Maychikkaday, ana shu karantin plashatkaday 250 ming rublga boryapti. Undan uyog'i fura 5,5 ming dollarga ketyapti. Xullas, endi yo'lda o'ziga yarasha rasxodlari bor. Mollar o'rtacha qo'yiq suyu katta kichik 85 ming, 83 ming rubllarga tushgan. Haydang! Yetib ol. Yet anga ham. Orqangdagini bos. Ular go'zalligini qaranglar. Endi hozir kamera qanday beryapti sizlarga yetdi bilmayman, lekin ajoyib. Juda chiroyli, boqing keladigan narsalar, havasing keladigan narsalar. Juda go'zal. Endi keyingi mashinamiz kelishiga 15-20 minut bor. Xullas, kimga kerak bo'lsa, akalar, murojaat qilaverasizlar. Ismi Farhodbek, Andijon viloyat O'zbekiston tumanidan bo'lamiz. Bu narsalarni olib borib sotamiz albatta. Oqqani olsak 5 ta 10 ta qolamiz, qolgani sotuvga hammasi akalar. Murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerim Rossiya nomer 8923 136 45 25. WhatsApp bor akalar. WhatsApp, Telegram bor yozaverasizlar. 8923 136 45 25. Farhodbek ismim. Sanayapsam? Sana. Ukalarim bilan kelganman. O'zbekistondan ukalarim bilan kelganmiz.